alaykum. Bugun milliy sertifikatga tushgan savollarni 12-misolda to'plam ko'rib chiqamiz. Bu savollarni yig'ib chiqqan ustozimizga katta rahmat deymiz. Savollar boshladik. Birinchisi hisoblang. Sinus 7pi taqsim 6 keltirish formulasiga ko'ra p qo'shib p taqsim 6 deb olsak, 3-chorakka to'g'ri keladi. Minus sinus pi taqsim 6 qiymat minus 1 taqsim 2 ga teng. Ikkinchisi esa kosinus 2pi minus pi taqsim 4 deb olsak, bu kosinus pi taqsim 4. 4-chorak bo'lgani uchun musbat, qiymati 1 taqsim 2. O'rniga qo'yib hisoblaymiz. 2 ko'paytirilgan minus 1 taqsim 2 qo'shuv 1 taqsim 2 ning kvadrati. Minus 1 qo'shuv 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 2. B javob. Keyingi savolda tangens qarshidagi tangens 106 1 taqsim bo'lgani uchun katangens 106 gradus deb olishimiz mumkin. Endi 2 ko'paytirilgan tangens 53 gradus ko'paytirilgan 1 taqsim sinus 106 gradus 106 qo'shuv katangens esa kosinus 106 gradus taqsim sinus 106 gradus deb olamiz. 2 ko'paytirilgan tangensni sinus 53 gradus taqsim kosinus 53 gradus ko'paytirilgan. E'tibor qiladigan bo'lsak, ikkalasini ham maxraji bir xil. Surat 1 qo'shuv kosinus 106 ni ikkilangan burchak formulasi bo'yicha 2 kosinus kvadrat 53 gradus minus 1 qoladigan qilib ochib olamiz. Maxrajini ham ikkilangan formula bo'yicha 2 sinus 53 gradus ko'paytirilgan kosinus 53 gradus. Endi o'xshash xatlarni surat soddalashtira olamiz. Yana surat bilan maxraj sinus 53 qisqarib ketadi. 2 bilan 2 ni qisqartiramiz. Endi qolgan narsalarni yozamiz. Suratda 2 kosinus kvadrat 53 gradus, maxrajda kosinus kvadrat 53 gradus. Natija 2. Javob C. Keyingi 3-misolimiz. Har kosinus argsinus argumentlar bir xil bo'lsa, yig'inda o'zgarmas pi taqsim 2. Keyingi savol. Surat ochib chiqadigan bo'lsak, bu sinus kvadrat x qo'shuv kosinus kvadrat x minus 2 sinus x ko'paytirilgan kosinus x. Maxraj daraja pasaytirsak 1 minus kosinus pi taqsim 2 minus 2x taqsim 2. Surat esa 1 minus sinus 2x ni beradi. Maxraj 1 minus kosinus pi taqsim 2 da sinusga o'zgaradi. Sinus 2x maxrajdagi 2 ni suratga ko'paytirib o'tkazsak, natija 2. Javob. Keyingi savol. Tangens qiymati berilgan bizga va shartida berilgan alfa 2-chorak. Tangens alfa deb olsak, qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati 3 taqsim 4. Qarshidagi katetni yopishgan katetga nisbati 3 taqsim 4, gipotenuza 5 bo'ladi. Bizdan sinus alfa so'ralgan, qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbati 3 taqsim 5. 2-chorak bo'lgani uchun musbat bo'ladi. Demak, javob A. Keyingi savol, 6-savol. Bu savol takrorlandi. Adashmasam, javobi 2 chiqqandi. Keyingi savol 12345 ni gradus minus sekundda ifodalang. Bizda 1 gradusimiz 3600 sekund. 1 minutimiz 60 sekund. Demak, 12345 ni avval gradusga o'tkazish uchun 3600 ga bo'lamiz. 3 dan bersak 0 8 9 1 5 4 13 dan 8 5 1. Hozircha 3 gradus. Endi qoldi
buni minutga o'tkazamiz. Minutga o'tkazishni 60 ga bo'lamiz. 60 ga bo'ladigan bo'lsak, ikkitadan 120 ayirsak 345, 5 tadan beramiz. 345. Demak, minut 40 sekund. 3 gras 25 minut va 45 sekund. Bu ajobda. Keyingi 8-misolimiz. Tangiz pi taqsim 4 qiymat 1 ga teng. Ikkinchisi sinus 7 pi taqsim 3 ni 2 pi qo'shib pi taqsim 3 deb olsak, sinus davr 2 pi, sinus pi taqsim 3, qiymat esa ildiz 3 taqsim 2 ga teng. O'rniga qo'yib hisoblaymiz. 1 qo'shuv ildiz 3 ko'paytirilgan ildiz 3 taqsim 2. 1 qo'shuv 1,5. Javob esa 2,5. Javob. Keyingi misolimiz 1,0 nuqta aylana olamiz va uni koordinatalar sistemasi P nuqtani belgilab olamiz. P nuqta 0, 1 ekan koordinatasi. 3 radian, bizda 1 radian taqriban 57,3 gras. Agar 60 bo'lsa 180 bo'lar, demak 180 dan kichik. 3 bu 180 dan kichikroq. Demak, bu chorak bo'yicha 3-chorakka to'g'ri keladi. Javob B. Keyingi savol yana xuddi shu savol takrorlangan. B javob. Keyingi savolimiz. Maxraj suratlarni soddalashtirishimiz kerak ekan. Birinchi maxraj haqida o'ylasak. Tangiz pi taqsim 4 minus alfa taqsim 2. Formula bo'yicha ochib chiqamiz buni. Tangiz pi taqsim 4 qiymatini birdan yozaylik. 1 minus tangiz alfa taqsim 2. 1 qo'shuv tangiz alfa taqsim 2. 1 ni o'rniga sinus kvadrat alfa taqsim 2 qo'shuv kosinus kvadrat alfa taqsim 2 yozsak, ikkilangan burchak bo'yicha 2 sinus alfa taqsim 2 kosinus alfa taqsim 2. Berilgan kasrni maxraj kosinus bo'lgani uchun kosinus alfa taqsim 2 ga suratni ham maxrajni ham ko'paytiraveramiz. Shunda surati kosinus alfa taqsim 2 minus sinus alfa taqsim 2. Maxraj kosinus alfa taqsim 2 qo'shuv sinus alfa taqsim 2. Qarsisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yig'indining kvadratiga keladi. Sinus alfa taqsim 2 qo'shuv kosinus alfa taqsim 2 ning kvadrati. Kvadrat bilan maxraj qisqarib ketsa, kvadratlar ayirmasi kosinus kvadrat alfa taqsim 2 minus sinus kvadrat alfa taqsim 2. Bu kosinus alfaga teng. Demak, maxraj kosinus alfa bo'lsa, sinus alfa taqsim kosinus alfa qiymat tangiz alfaga teng bo'ladi. A javob. Keyingisi 1125. Demak, bundan davr ayirishimiz mumkin. 360 dan oshib ketgani uchun eng yaqin davr 720 1080. 1125 dan 1080 5 45. Demak, bu kosinus 45 gras ekan birinchisi. Qiymati ildiz 2 taqsim 2. Ikkinchisidan davr 2 pi ni ayirib tashlasak, 17 pi taqsim 6 minus 2 pi 12 5 pi taqsim 6. 150 gradus sinus 5 pi taqsim 6. 150 gradusda qiymati 1 taqsim 2. Va bizdan so'ragan narsa ular yig'indisi ildiz 2 taqsim 2 qo'shuv 1 taqsim 2. Ildiz 2 qo'shuv 1 taqsim 2. Javob. Demak, C javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimiz. Arc sinus tog' funksiya minus oldinga chiqadi, tangiz ham oldinga chiqadi. Minus tangiz sinus 1 taqsim 2 ga erishadi 30 gradusda. Demak, minus ildiz 3 taqsim qiymat minus ildiz 3 taqsim 3 bo'ladi. B javob. Keyingi savolimiz. Arc sinus tog' funksiya minus oldinga chiqadi. Bu erishadi pi taqsim 3. Tangiz esa pi taqsim 6.
Mahraj ikkitadan minus b taqsim 6. Javob A. Keyingi savolimiz yana xuddi shu savol takrorlangan. Adashmasam minus taqsim chiqqanda bejavob. Keyingi savolimiz, bu uchun biz formulani bilsak muammo yo'q. Tangis alfa qo'shuv katangis alfa barobar 2 taqsim sinus 2 alfa degan formuladan foydalanamiz. Birinchi ikkitasi bu 2 taqsim sinus 4 alfa, keyingi ikkitasi esa 2 taqsim sinus 12 alfa. Ikkinchi qaror olib mahraj beraversak, surati sinus 2 12 alfa qo'shuv sinus 4 alfa. Mahraj esa sinus 4 alfa ko'paytirilgan sinus 12 alfa. Surat yig'intidan ko'paytmay o'tsak 2 sinus 12 ga 4 16, 2 ga bo'lsak 8 alfa. Kosinus 12 dan 4 8, 2 bo'lsak 4 alfa. Mahraj sinus 4 alfa ko'paytirilgan sinus 12 alfa. Suratdagi sinus 8 alfani ochib chiqadigan bo'lsak, ikkilangan burchak formulasi bo'yicha 4 ko'paytirilgan 2 sinus 4 alfa ko'paytirilgan kosinus 4 alfa ko'paytirilgan kosinus 4 alfa taqsim sinus 4 alfa ko'paytirilgan sinus 12 alfa. Sinus 4 alfadan qisqartiraversak, bizda javob qolyapti. Suratda 8 kosinus kvadrat 4 alfa, mahrajda esa sinus 12 alfa. Bu to'g'ri keladi de javobga. Keyingi misolimiz modulda shart kiritamiz. Sinus x 0 dan katta deb olsak, x tenglik 1 va buni tekshirib ko'ramiz. Sinus 1 0 dan katta. 0 dan katta chunki 1 radian 57.3 taqriban birinchi o'rakda musbat bo'ladi. Demak, 1 yechim bo'ladi. Ikkinchi holatda sinus x 0 dan kichik deb olamiz. Bunda x teng minus 1. Buni ham tekshirib ko'ramiz. Sinus minus 1 0 dan kichik, to'g'ri. Demak, bu ham qanoatlantiradi. Demak, yechimlar soni 2 ta bejavob. Keyingi savol sinus kvadrat 2 alfa. Keling, shuni hammasini bir xil ifodalab olamiz kosinus orqali. Sinus kvadrat alfani o'rniga sinus kvadrat 2 alfa barobar 1 minus kosinus 4 alfa taqsim 2. Buni a deb olsak 1 minus a taqsim 2 bo'ladi. Ikkinchisi tangins kvadrat 2 alfa teng 1 minus kosinus 4 alfa taqsim 1 plus kosinus 4 alfa. Demak, buni 1 minus a taqsim 1 plus a deb olishimiz kerak. Shunda kattangiz shuning teskarisi bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblaymiz. Birinchisi 1 minus a taqsim 2 ko'paytirilgan 1 minus a taqsim 1 plus a. Keyingi mahraj 1 minus, bu teskarisi 1 qo'shuv a taqsim 1 minus a. Qo'shuv kosinus kvadrat xuddi shu sinusni plusligi 1 bo'ladi. 1 qo'shuv a taqsim 2 ko'paytirilgan kattangiz 1 qo'shuv a minus 1 ayru a. Mahraj esa 1 minus a taqsim 1 plus a qo'shuv 2. Endi buni soddalashtiramiz. Mahrajini o'zini mahraj berib soddalashtira oladigan bo'lsak, bunga 1 minus a beriladi. 1 minus a minus 1 minus a, bu minus 2a ni berar ekan. Surati minus 2. Ikkinchisini mahrajini soddalashtira olaylik. 1 plus a minus 1 a. Bu 2a ni beradi. Endi bizda nima? Suratda birdaniga chetki xatlar, o'rta xatlar ko'paytmas qilaylik. Chetki xatlar va o'rta xatlar. Shunda 1 minus a ning kubi taqsim minus 2a, 2 ni ko'paytirsak 4a 1 plus a. Qo'shuv. Keyingisi ham xuddi shunday qilamiz.
bir qo'shuv a ning kubi taqsim 4a 1 minus a qo'shuv 2. Endi birinchi ikkita kasrgani 10 maxraj beramiz. Bu kasrga 1 minus a, ikkinchisiga 1 plus a. Shunda maxraj 4a 1 minus a. Surat esa 1 minus a ning 4-darajasi minus ham bor. Plus 1 plus a ning 4-darajasi qo'shuv 2. Bu misolimiz hali davom etadi. Suratni kvadratlar ayirmasi bo'yicha olsak, 1 qo'shuv a ning kvadrati minus 1 minus a ning kvadrati. Ikkinchi qavs esa 1 qo'shuv a ning kvadrati qo'shuv 1 minus a ning kvadrati. Maxraj 4a 1 minus a. Maxraj 1 minus a va 1 plus a qolib ketibdi. 1 plus a ham bor. Plus 2. Endi yana kvadratlar ayirmasi bo'yicha ajratamiz. Shuni birdan soddalashtiraylik. Kvadratlar ayirmasi bo'yicha minusligini olgan paytimiz 1 lar ketgan 2a. Plusligini olgan paytimiz 2. Keyingi qavsimiz esa 2a kvadrat plus 1 ni berar ekan. Maxraj esa 4a ko'paytirilgan 1 minus a kvadrat qo'shuv 2. Endi qisqartiramiz. 2a 2 4a qisqaradi, 2 qolar ekan. Maxraj bersak 2a kvadrat qo'shuv 2 qo'shuv 2 minus 2a kvadrat taqsim 1 minus a kvadrat. 2a kvadratlar 0 ga aylanib ketadi. 2 ga 2 4 taqsim 1 minus a kvadrat. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak 4 taqsim 1 minus kosinus kvadrat 4 alfa. Bu bizga beradi 4 taqsim sinus kvadrat 4 alfani. Javobimiz C ekan. Keyingi 19-savol. Bunda sinus 40 ni ikkilangan burchak bo'yicha ochib chiqamiz. Surat e'tibor beramiz. 2 sinus 20 qo'shuv 2 sinus 20 gradus ko'paytirilgan kosinus 20 gradus. Maxrajimiz ham xuddi shu. Sinus 20 faqat orasi minuslik. Minus 2 sinus 20 ko'paytirilgan kosinus 20. Suratdan umumiy ko'paytuvchini qavsini tashqariga chiqaramiz. 20 1 qo'shuv kosinus 20 gradus taqsim 2 sinus 20 gradus chiqarsak 1 minus kosinus 20 gradus. Qisqarib ketsa, boya xuddi shu formadan foydalangandik. Bu katangiz kvadrat 10 gradusga teng bo'ladi. Javob esa C bo'ladi. 20-savol. Bunda tenglik o'sha qavs soddalashtira olaylik. E'tibor qilsak 37 bu 45 ga yaqinroq. Bir qo'shuv tangiz 37 o'rniga 45 gradus minus 8 gradus. Va qo'shish formulasi bo'yicha ochgan paytimiz 1 minus tangiz 8 gradus taqsim 1 plus tangiz 8 gradus. Maxraj bersak 1 qo'shuv tangiz 8 qo'shuv 1 minus tangiz 8 gradus taqsim 1 qo'shuv tangiz 8 gradus. Bu esa 2 taqsim 1 qo'shuv tangiz 8 gradus. Xuddi shundan foydalanib ikkinchi qavs ham keltira olamiz. Shunda 1 qo'shuv tangiz 7 gradus 1 qo'shuv tangiz 8 gradus ko'paytirilgan 2 taqsim 1 qo'shuv tangiz 8 ko'paytirilgan 2 taqsim 1 qo'shuv tangiz 7 gradus. Natija 4 ga teng.
va javob D javob. Keyingi savolimiz ifodani soddalashtiring. Tangiz 2 alfani sinus 2 alfa taqsim kosinus 2 alfa deb olsak bo'lar ekan. Surat darajani pasaytiramiz. 1 qo'shuv kosinus 2 alfa. Mahrajdan sinus 2 alfani qasini tashqariga chiqarib olsak 1 taqsim kosinus 2 alfa qo'shuv 1. Endi 1 qo'shuv kosinus 2 alfa taqsim sinus 2 alfa. Mahraj bersak 1 qo'shuv kosinus 2 alfa taqsim kosinus 2 alfa. Qisqartiramiz, 1 qoladi. 1 taqsim tangiz 2 alfa bu esa katangiz 2 alfa degani. Javob B. Nihoyat oxirgi savol. Bu savol to'plamdan olingan ekanda. Tenglikni A deb olamiz va tenglikni ikkala tomonni sinus b taqsim 7 ga ko'paytiramiz. Maqsad ko'paytmadan yig'iniga o'tamiz va sinusga ko'paytirgan paytimiz ayirmalar hosil bo'lib qisqarib ketishi uchun har bittasiga ko'paytiramizda va ko'paytmadan yig'iniga o'tamiz. Birinchisi sinus 3 pi taqsim 7 minus sinus pi taqsim 7. Albatta oldida 1 taqsim 2 ham bo'ladi. Kechirasiz, texnik nosozlik. Qo'shuv keyingisi pi taqsim 7 4 pi taqsim 7 qo'shsak sinus 5 pi taqsim 7. Ayrilgan sinus 4 pidan pini ayirsak 3 pi taqsim 7. Va qo'shuv pi taqsim 6 pi taqsim 6 pi taqsim 7 qo'shilsa pi taqsim 7 ga bu pi bo'ladi. Minus ayirsak sinus 5 pi taqsim 7 barobar a ko'paytirilgan sinus pi taqsim 7. O'xshash xatlarni hisoblaymiz. 3 pi taqsim 7 3 pi taqsim 7 nolga aylanib ketadi. 5 pi taqsim 7 5 pi taqsim 7 nolga aylanib ketadi. Sinus pi de o'zi nolga teng. Va bizda qolyapti minus 1 taqsim 2 sinus pi taqsim 7. A ko'paytirilgan sinus pi taqsim 7. Pi taqsim 7 bilan qisqartirib olsak a qiymat minus 1 taqsim 2. Va bizda javob B javob. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu maxsus doim matematika kanali uchun e'tiboringiz uchun rahmat.